Xotiralarim. Yorqinjon domlani ilk bor Toshkent Islom institutida o'qib yurgan kezlarimda taniganman. U zotning Qur'on va hadisdan masalalar istinbot qilib chiqarishlari kishini hayratga solar, aqlni lol qoldirar edi. Sa'diy Sheroziy, Hofiz Sheroziy, Soib Tabriziy va Jaloliddin Balxiyning baytlarini sharhlashlari esa ruhga o'zgacha zavq bag'ishlar, u zavq qalbda uzoq vaqtgacha aks sado berib turardi. Aslida shu o'rinda bir haqiqatni aytib o'tish lozim. Muhaqqiq olimlar orasida adabiyotga oshufta, so'z zavqini nozik his etadigan adiblar ko'p chiqavermaydi. Zero shar'iy ilmlarni puxta egallash bilan birga adabiyotga ulfat bo'lish xossul havosga nasib etadigan nodir fazilatdir. Yorqinjon domlada esa bu ikki ne'mat go'zal bir suratda jamlangan edi. U zotning ilm maydonidagi qilichi go'yo uchtig'li edi. Arab, fors va urdu tillarini mukammal bilishlari ilmning eng nozik mafhumlarini ham teran anglashlariga yo'l ochardi. U kishi bilan yuzma-yuz uchrashish sharafiga muyassar bo'lganimda bir necha savol berishga jur'at qildim. Daf'atan berilgan savollarga u zot shunday nozik, daqiq va keng javob berar edilarki, xayolimdan kishi bu savollarga oldindan tayyorlansa ham bunchalik mukammal javob topolmasa kerak degan fikr o'tardi. Chunki u zot javob berar ekanlar, avvalo naslardan keng dalillar keltirar, so'ng mazhab imomlari va keyingi ulamolarning naslaridan dalillanish uslublari hamda fatvolarni birma-bir tartib bilan bayon qilar edilar. Keyin esa o'z ustozlaridan bu borada qanday suhbat eshitgan bo'lsalar, xuddi o'sha dars majlisida siz ham ishtirok etayotgandek jonli tasvirlab berar edilar. Bunday bayon shubhasiz qaviy xotirani talab qiladi. Shu jihatdan ham u kishida favqulodda xotira borligi yaqqol namoyon bo'lar edi. So'zlarining oxirida esa mavzudagi latoiflarga o'tib, masalaga ishora qiluvchi she'r va baytlar bilan suhbatni go'zal yakunlar edilar. Men o'shanda Alloh Alloh, bu kabi fazilatlarning barchasi bir insonda jamlanishi uchun mahzi riyozatning o'zi kamlik qiladi. Agar Alloh taolo o'z nazari rahmati bilan siylamasa, kishi bunday ilmiy maqomga ko'tarila olmaydi, deb his qilgan edim. Shoir aytganidek, in saodat bazuri bozunist to nabaxshat xudoyi baxshanda. Tarjimasi: bu saodat bilak kuchi bilan emas, toki beruvchi zotning o'zi ato etmasa. Hazratning vafotlarini eshitganimda qalbimni shunday hasrat g'ami qamrab oldiki, oradan qancha vaqt o'tmasin, bu alam hali hanuz ko'nglimdan arigani yo'q. Imom Sahoviy va Xatib Bag'dodiy o'z kitoblarida Hazrati Ali roziyallohu anhudan shunday asar rivoyat qiladilar. Olimning o'limi bilan islomda shunday bir yoriq paydo bo'ladiki, qiyomatgacha uning o'rni to'lmaydi. Hakimlar bu asarni sharhlar ekanlar, nozik bir ma'noga ishora qilganlar. Alloh taolo o'z ummatini tashlab qo'ymaydi. Olimlar, mujaddidlar tug'ilaveradi. Ammo nega u yoriq o'z asliga qaytmaydi? Chunki Alloh taolo har bir insonni o'zgacha yaratgan. Har bir olimning ham o'ziga xos xususiyati, o'zgacha ifori va takrorlanmas jozibasi bor. Keyin kelgan olimlar ilmda naqadar oliy bo'lmasinlar, vafot etgan salaf olimning ayni xususiyatlarini to'la jamlay olmaydilar. Balki ularning o'zlarida ham boshqalar takrorlay olmaydigan alohida fazilat va iforlar bo'ladi. Albatta, Yorqinjon ustozning ham ilmda o'z iforlari bor edi. U zotning vafotlaridan nafaqat bu diyor ahli,
balki butun islom olami ham chuqur g'amga botdi. Dil raft va charog'i xonaqoh xomush shud. On shami sahar az olami mo mafqud shud. Tarjimasi: dil ketdi, xonaqoh chirog'i o'chdi, u sahar shami bu olamdan ko'chdi. Innal ayna tadma'u wal qalba yahzanu wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna bi firaqika ya ustazana lamahzunun. Hali hanuz ko'p masalalarda ustozning fikrlari ilm ahli orasida hurmat bilan zikr qilinadi. Olimlar u kishining so'zlari bilan ilm davralarini bezaydilar. Kamina ham u zotdan so'rab olgan ayrim masalalarni, u kishidan eshitgan ilm latoiflarini har qachon gapirsam, ular tilim uchida, kalomim avvalida turadi. U zot bilan tanishganimdan keyin hayotimda qoldirgan ta'sirlari beqiyosdir. Shayx Sa'di aytganidek, kamoli hamnishin barman asar kard va garnaman hamon xokamki hastam. Tarjimasi: hamnishin kamoli singdi borimga, yo'qsa men to hanuz tuproq bo'lardim. U zotning fazillari borasida o'zim shohid bo'lgan ba'zi voqealarni keltirishni munosib bildim. Dorul Ulum Devband rektori Shayxul Hadis Hazrat Mavlono Arshad Madaniy bilan mehmonxonada ekanmiz. To'satdan Dorul Ulum Karachi rektori Shayxul Islom Muftiy Taqiy Usmoniy Hazratning huzurlariga ziyorat uchun kelayotganlari xabar qilindi. Muftiy Taqiy Usmoniy kirib kelib, hamma bilan ko'rishib bo'lgach, millionga yaqin shogird tarbiyalagan ikki buyuk ustoz suhbatga kirishdilar. Suhbat qizidi. Bu ikki ilm tog'ining, ikki shayxul hadisning, balki ikki ulug' pirning kamdan kam nasib etadigan uchrashuvi edi. Ilmiy va o'ta xos suhbat davom etardi. Endi siz bu suhbatning odobini ko'rganingizda edi, Alloh Alloh, suhbatdagi noziklik va nafosat, o'zaro odob va kamtarlik naqadar yuksak edi. Agar ta'bir joiz bo'lsa, asr suhbati jarayonda edi. Butun vujudimiz quloqqa aylanib diqqat bilan bu majlisga sho'ng'igan edik. Har qancha o'zlarini sodda tutishmasinlar, suhbatning ilmiy va adabiy nafosati behad baland edi. Shu suhbat asnosida 100 minglab shogirdlar yetishtirgan Hazrat Arshad Madaniy nogahon Yorqinjon domlani eslab, benihoya iste'dodli bir shogirdimiz bor edi. Yaqinda Allohning mag'firatiga burkandi, ya'ni vafot etdi dedilar. Muftiy Taqiy Usmoniy Hazrat Arshad Madaniyning bir shogird vafotiga bunchalar g'amzada ekanliklarini, uni hasrat bilan eslayotganlarini ko'rib, u kishi ham ta'ziya izhor etdilar va g'amga botdilar. Bu holatga mana shu gunohkor ko'zlarim va quloqlarim bilan shohid bo'ldim. Ikki buyuk olim va tariqat pirlarining xos suhbatida zikr etilishining o'zi albatta kishi uchun fazil o'laroq kifoyadir. Dorul Ulum Devbandning yana bir ustuni, ilm dengizi deb nom olgan usuliy va muhaddis Bahrul Ulum Ne'matulloh Azamiy har qachon meni ko'rsalar, Yorqinjon domlamning shijoati va ilmga muhabbatidan misollar keltirib, meni ham g'ayratlantirardilar. Bir safar u zot menga shunday deganlari yodimda. Bilasanmi, Yorqinjon nega qisqa muddatda ko'p ilm hosil qila oldi? Men hazil tariqasida, Hazrat, chunki unga sizdek zotlar dars bergan, dedim. Hazrat jilmayib, yo'q, biz minglab talabalarga dars beramiz.
Nega ularning hammasi yorqinjondek emas? Chunki unda ilmga qonib bo'lmas kuchli tashnalik bor edi. Mutolaadan behad zavqlanar edi. Har qachon mendan savol so'rab, javobini eshitsa, ko'zlari chaqnab ketar edi, dedilar. Dorul Ulum Deobandning taxassus fil hadis kafedrasi raisi muhaddis Abdulloh Ma'rufiy Mishkot darslarida qachon bir masalaga kirishsalar, oxirida menga qarab, sizlarning yurtlaringizda bu boradagi urf bunday, javob esa shunday deb tafsil bilan tushuntirar edilar. Bir safar hayratlanib, "Hazrat, siz bizning urf-odatlarimizni mendan ham yaxshi bilar ekansiz", dedim. Shunda Hazrat bularni Yorqinjon aytgan. U bizning taraflarda holat bunday masalada javob qanday bo'ladi deb ko'p savol berar edi, dedilar. Sarf va nahvda mohir ustoz, adib Muhammad Ali Bijnuriy ham har safar meni ko'rganlarida Yorqinjon domlamni eslab, yorqin nahvni menda o'qigan, deydilar. Deobanddagi qaysi kitob do'koniga kirmang, ular Yorqinjon domlani juda yaxshi tanishadi. Kitoblarni ko'rib, soatlab qolib ketardi deb eslashadi. Bir do'konchiga u kishining vafot etganini aytganimda, u juda ma'yus tortib, g'amgin bo'lib qolgan edi. Shuni ham aytib o'tish lozimki, Hindistonda ta'lim olish kishidan ulkan matonat va sabr talab qiladi. Ta'bir joiz bo'lsa, agar insonda kuchli ilm tashnaligi bo'lmasa, u yer sharoitida bir kun yashashning o'zi ham fidoyilik talab qiladi. Bir kun turish qiyin bo'lgan muhitda shavq va zavq bilan yillab yashab dars olish tolibi ilmning ilmga bo'lgan cheksiz muhabbatidan darakdir. Albatta, Alloh taolo u kishining bu fidoyiliklari evaziga ilmlariga chandon baraka berdiki, qisqa fursatda juda ko'p ilmiy meros qoldirdilar. U zot ilmlarining barakasidan butun O'rta Osiyo ahli manfaatlandi. Bino kardandu xush rasmi bahoku xung'altidan Xudo rahmat kunad in oshiqoni poktinatro. Tarjimasi: tuprog'u qonga belanib go'zal rasm qoldirdilar. Pok tinatli bu oshiqlarni Xudo rahmat aylasin. Alloh taolo u zotni mag'firat qilsin. Oxiratdagi darajalarini olimlar darajasida baland etsin. Xalq uchun, ilm uchun qilgan beqiyos xizmatlarini dargohida qabul aylasin.